soatdagi se. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Se. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Sening beshidan ulindigan shakli. Misol: samsa. Sening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: samsaq. Sening oyog'idan ulindigan shakli. Misol: relis. Sening ayrim shakli. Misol: daz. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Samsa. Si harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Samsaq. Si harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Relis. Si harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Daz. Si harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. San, sat, sen, sut, san, asan, sa, na, sana, as, ta, asta. Qağa bilan Siyg'izxon. Masal: bir kuni Qağa Siyg'izxon bilan uchrashib qilib, o'zicha maqtanibdi. Men ajoyib bir qushman. Yerda boyvachchilardek manaman. Osmonda parvoz qilib uchaman. Qaqildab chiroyli naqshi etalayman. Shu chaqda Siyg'izxon mundaq savol qo'yibdi: Qushlar shohi qiran burkutni bilamsan? Bilaman. Uning qiyoga qarab ushqalligini ko'rganmiding? Ko'rgan edim. Onun maqtanğanlığını anlaganmiding? Anglamagan. Kuychi qush bulbulni bilamsan? Bilaman. Onun yiqimliq sayrashini anlaganmiding? Anglaganman. Onun maqtanğanlığını ko'rganmiding? Yo'q. Qiran burkutdek olg'ur, bulbuldek kuychi maqtanmaydi-yu, sen nima uchun shuncha maqtansan? Bu gaplarni anglagan Qağa Siyg'izxonga javob berolmay, xijil bo'lgan holda uchib ketibdi.